1870-yilning 22-aprel kuni Rossiya imperiyasida tavallud topgan Vladimir Ilich Ulyanov, ya'ni Lenin, dunyo xaritasida Sovet Ittifoqi deya katta harflar bilan yoziladigan davlatning asoschisi hisoblanadi. Buni butun dunyo biladi. Lenin Sovet Ittifoqi degan davlatning nafaqat shakllanishida, balki uning dunyo davlatlari ichidagi keyingi qadamlarida ham eng kerakli va muhim rol o'ynagan shaxs sanaladi. Jahon proletariatining haqli ravishda otasi sifatida e'tirof qilinadigan Lenin dunyoda birinchi kommunistik davlatning tamal toshini qo'yib berdi. Bu esa o'sha davrlarda jahon davlatlarining ko'pchiligida hukm surgan monarxiya tuzumini tomiriga bolta urdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Lenin Sovet Ittifoqini to umrining oxiriga qadar, aniq sanalarda esa 1924-yilning 21-yanvariga qadar rahbari bo'lgan. Lenindan keyin bu ham sizga juda yaxshi ma'lum, Iosif Stalin Sovet Ittifoqi rahbarligini qo'lga oladi. 1878-yilning 18-dekabr kuni Rossiya imperiyasida dunyoga kelgan Iosif Jugashvilini bu mansabga, tushunadigan qilib aytganda ushbu lavozimga shaxsan Vladimir Ilich Leninning o'zi tayyorlagan. G'arb yozuvchilar tomonidan Leninning birinchi raqamli shogirdi nomi bilan qayd qilinadigan Stalin mazkur davlat tamal toshini qo'ygan Leninning ishini to'liq davom ettirdi va ittifoqning devorini juda, ishonavering, juda og'ir davrda pishiq qilib qurdi. Buni tan olish kerak, bu haqiqat. Stalin ham ustozi Lenin singari ittifoqning qizil rangdagi taxtida to umrining so'nggi kunigacha, aniq sanalarda 1953-yilning 5-mart kunigacha o'tirdi. Stalinning o'limidan so'ng Sovet Ittifoqida toju taxt uchun kurash davri avj oldi. Buni soddaroq qilib, Sovet Ittifoqi degan davlat Stalinning vafotidan keyin xuddi cho'ponini yo'qotgan qo'ylarga o'xshab qoldi desak to'g'ri bo'ladi bizningcha. Sababi Stalin iziga izdosh sifatida hech qanday shaxsning nomzodini ko'rsatmagan. Shuningdek, uning yonidagi shogirdlari hali ko'zga ko'rinadigan darajada ish ko'rsatmagan edi. Xullas, Sovet Ittifoqi vazirlar kengashining raisi lavozimiga Stalindan keyin 1901-yilning 6-dekabr kuni Rossiya imperiyasining Orenburg shahrida tug'ilgan Grigoriy Malenkov nomzodi ittifoq kengashi tomonidan bir ovozdan ma'qullanadi. 1955-yilning 8-fevral kuni esa u egallab turgan lavozimidan ozod qilinadi va Sovet Ittifoqi elektrostansiyasi vaziri etib tayinlanadi. 1961-yilda Malenkov partiyadan rasmiy ravishda chiqarilib, pensiyaga jo'natiladi. Malenkovning davrida Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi markaziy komitetining birinchi kotibi vazifasini bajargan Nikita Sergeyevich Xrushchev tabiiyki Malenkovdan keyin bu lavozimga, ya'ni ittifoq rahbarligi lavozimiga da'vogar bo'lib qolgandi. Rasmiy ravishda bu davlatni Nikita Xrushchev 1958-yilning 27-mart kunidan e'tiboran rahbar hisoblangan. Xrushchev shaxsan Stalindan davlat boshqaruvi ishida juda ko'p tajriba orttirgandi va o'rgangandi. Shu boisdan ittifoq tarixini o'rganuvchi olimlarning aytishiga ko'ra, aynan Nikita Xrushchev rahbarlik qilgan yillarda Sovet Ittifoqi o'zining eng gullagan davrini boshdan kechirgan. Sababi uning rahbarlik yillarida ittifoqning oltin zaxirasi undan oldingi va undan keyingi rahbarlarning davridan ko'ra ko'proqni tashkil qilgan. Gagarinning aniqrog'i, insoniyatning kosmosga birinchi parvozi ham xuddi shu Nikita Xrushchevning hukmronlik yillarida amalga oshirilgan. Yer yuzidagi shu kungacha ishlab chiqarilgan yadroviy bombalarning eng kuchlisi hisoblanmish qirol bomba ham shu Nikita Xrushchevning davrida ixtiro qilingan. Xrushchev 1961-yilning 14-oktyabr kuni Ittifoq Kommunistik partiyasi plenumi yig'ilishida salomatligi sababli egallab turgan lavozimidan ozod qilingan. Buni oddiy qilib hokimiyatdan chetlashtirilgan desak juda to'g'ri bo'ladi. Sababi o'sha plenum bo'lib o'tgan kun Nikita Xrushchev Moskvada emas, Abxaziyaning Pitsunda shahrida kurortda edi. U o'zining ishdan bo'shatilgani haqidagi xabarni eslab qolamiz, televizordagi axborotdan bilgan. Nikita Xrushchev 1971-yilning 11-sentyabr kuni yurak xurujidan bu olamni tark etgan. Nikita Xrushchevdan keyin uni shu lavozimdan chetlanishida bosh rol o'ynagan Leonid Ilich Brejnev rasman 1964-yilning 14-oktyabr kunidan boshlab Sovet Ittifoqi Kompartiyasi markaziy komitetining birinchi kotibi lavozimini egallagan. 1966-yilning 8-aprel kuni esa ittifoq rahbariyati ichki nizomiga ko'ra rahbarlar lavozimlari o'zgartiriladi va Leonid Brejnev endi Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi markaziy komiteti bosh kotibi etib tayinlanadi.
Leonid Brejnevning davrida yashagan kishilarning barchasi, eslab qoling, o'sha davrda haqiqatdan kommunizmda yashagan ekanmiz deb gapiradi. Aslida aynan Brejnevning davrida Sovet Ittifoqi deya nomlangan davlatning tashqi qarzi boshqa rahbarlarning davridan ko'ra ko'proq bo'lgan. Do'konlarda defitsit va navbatga tur degan atamalar ham aynan shu Brejnevning davrida paydo bo'lgan va undan keyin rahbarlar hukmronlik qilgan yillarga meros bo'lib qolgan. Leonid Ilich Brejnev ham ittifoqning qizil rangdagi taxtida bu olamni tark etguniga qadar, ya'ni 1982-yilning 10-noyabriga qadar o'tirgan. Leonid Brejnevdan so'ng Sovet Ittifoqida ochiqdan ochiq qatag'onlik yillari boshlangan. Sababi, endi hokimiyat tepasiga diqqat qiling. 1967-yilning 18-may kunidan to 1982-yilning 26-mayga qadar Davlat xavfsizlik komiteti, ya'ni KGBning raisi sanalgan Yuriy Andropov kelgan. Yuriy Andropovning hokimiyatni o'z qo'liga olishi, ishoning, ittifoqdagi bir necha 10 yillardan buyon kelayotgan mavjud tuzumni ag'dar to'ntar qilib yuborgan. Paxta ishi o'zbeklar ishi deya nomlangan qonli ishning muallifi ham aynan mana shu Andropov bo'ladi. Biz hozir bu ag'dar to'ntarlarni birgina O'zbekistonda amalga oshirilganini esladik. Aslida Andropov Markaziy komitetning bosh kotibi bo'lgandan so'ng ittifoq tarkibiga kirgan barcha respublikalarda shunday talon-tarojliklar boshlab yuborilgan. Bunga esa shu yerga e'tibor bering, Sovet Ittifoqi degan davlatning g'aznaxonasini bo'shab qolganligi sabab edi. Aslida undan oldin davlat tepasida bo'lgan Brejnev ittifoqning moliyaviy ahvolini so'nggi yillarda idora eta olmay qolgandi. Xullas, Yuriy Andropov 1984-yilning 9-fevral kuni bu olam bilan vidolashadi va tabiiyki uning o'rni bo'sh qoladi. Andropovning kutilmaganda vafot etishi bilan ko'p yillar Markaziy Kompartiyaning kadrlar bo'limida faoliyat olib borgan va shu davrda partiyaning eng ko'zga ko'ringan vakillaridan biri bo'lgan Konstantin Chernenko 1984-yilning 13-fevral kuni Sovet Ittifoqi Markaziy Kompartiyasining bosh kotibi lavozimiga Ministrlar kengashi tomonidan saylanadi. Chernenko ham hokimiyatni qo'lga olishi bilan o'zidan oldingi rahbarlarday hokimiyat boshqaruv apparatida bir qator tozalashlarni, shuningdek islohotlarni amalga oshiradi. Biroq u mavjud bo'lgan va tobora inqiroz tomonga shaxdam qadam qo'yib borayotgan Sovet Ittifoqi iqtisodiyotini qutqara olmasdi. Andropov davrida boshlangan o'zbeklar ishi, diqqat qilamiz, Chernenkoning davrida davom ettirilgan, to'xtatilgan emas. Shuningdek, aynan mana shu Chernenko davrida Brejnevning qizi Galina Brejneva uy qamog'iga olingan. 1985-yilning 10-mart kuni Chernenko ham davlat rahbari bo'lgan paytda bu olam bilan vidolashadi. Chernenkodan keyin Sovet Ittifoqining qizil taxti ravoni allaqachon o'z rangini qora rangga o'zgartirishni boshlagandi. Xuddi shunday yillarda, ya'ni 1985-yilning 11-mart kuni hokimiyat tepasiga Mikhail Gorbachov keladi va u kela solib mamlakat iqtisodiyotini ko'tarishni bahona qilib qayta qurish deya nomlangan islohotni amalga oshirishga kirishadi. Bu esa 1990-yilning 15-mart kuniga kelib uni egallab turgan lavozimini prezident deb nomlanishiga va Sovet Ittifoqining tarqalib ketishiga olib keladi. Aslida Sovet Ittifoqi Gorbachov hokimiyat tepasiga kelmasdan oldin ham tarqalish, ya'ni inqiroz yoqasida turgan edi. U kelib esa o'sha inqirozni va tarqalishni tezlashtirdi xolos. Rasmiy ravishda Mikhail Gorbachov 1991-yilning 25-dekabr kuni egallab turgan lavozimidan tantanali ravishda o'z ixtiyori bilan ketgan.